Ye, o'lan nima balo qilyapsan? Yana boshladingmi? Sen xotin birovlarning gaplarini eshitib o'rganingdan mana kattarib ketgan lakatring. Hey! Nima qilay? O'rganib qolganman-da. Qarachi Ma'murjon jo'ramni uyda nima yangilik bo'lyapti ekan, bir eshit. Aha. Ne to'xta, she'r chaqirmaymizmi? Yo'q, o patak soch hammani bazin tirab tashlaydi. Vapshaq qiladi. Dadasi, ular sizni tashab Bosimboyga sobsigan ketib qo'shibdi. Voy ifloslar, qayerga borib nima eshitdi biladi. Sening ham foydali tarafing bor. Odamlarning g'iybatini qilaverib, gapini eshitib, nechta oilani buzib o'rgansan. Shuni kasri qulog'ingga urib o'rgan. Yur, seni butun ichingdagi bir g'uborlarni, yuragingdagi kirlarni tozalab kelamiz. Tushaldimga. Voy, mayli. Ezosan, men ketib. Eshitapan tashaldimga. Bu Bosim bobo mehr balig'i bo'ladi. Mehr somsadan tashqari baliq ham qiladi. Bu xalqimning tozalaydi. Sen yeb tur, men kelaman hozir. Qo'limda yuvib kelay. Xotin, o'zgarib ketibsanmi? Bo'lar ekan mana shunday yursa, yana bizga 3 kilo baliq ayting. Marhamat. Aynan ketib o'zimning xotinimdan. Ertaroq Bosim boboga borsam bo'lar ekan, ha. Men mashinani parkovga qilib kelay. Ichga kiraver. Kelin joydami, nima bo'la qilding? Menga nima deysiz, hamma qo'shnilarda biri uyni ko'taraman dedi, biri iPhone olib beribdi, birining iPhone ajrashyapti. Kartoshka, hamma eshitib uyda.